Bugun sizlar bilan devichka xolar xo'jayinim yaxshi ko'radigan shakshuka tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib qizib turgan tovamizga qishlog'imdan kelgan sariyog'dan 2 osh qoshiq qo'shib, ketidan 2 dona piyozni yupqa qilib to'g'rab 1-2 aralashtiramizda, ustidan 5-6 dona butun holda pomidorlarimizni solib, ustidan tabga ko'ra tuz, murch hamda 2 osh qoshiq tomatni solib, 10 minutga tagini past qilib dimlab qo'yamiz. Keyin esa ezilib, kayfiyati tushib turgan pomidorlarimizni birma-bir terisini shilib olamiz. Ana endi pomidorlarimizni pachoq-machog'ini chiqaramizda yaxshilab aralashtirib, ketidan 3 dona tuxumimizni chaqib, o'zimiz yoqtirgan ko'katlardan ustiga sepib, yana ham mazali bo'lishligi uchun mozzarella sillarimizdan to'shab, 5 minutga tagini past qilib dimlab qo'yamiz. Shu usulda bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring, mazasi sizga yoqishligi aniq. Rossiyadagi devichka xollarim, kelinglar mehmonga. Ana endi bir baho beringlarchi, yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q. Aytgancha tez ko'rish turishlik uchun like bosib, podpiska qilishni unutmanglar. Bundan da oson retseptlar hamda sizga energiya ulashadigan videolar hali oldinda.